ko'rib turgan haybatli katta bo'lgan tog'ni Uhud tog'i deyiladi. Uhud tog'ini payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'rgan. Men Uhudni yaxshi ko'rdim, sizlar ham Uhudni yaxshi ko'ringlar degan. Uhud tog'ini yana bir rivoyatlarda aytadi, Uhud tog'i jannatda bo'lar ekan. Mana shu tog'lar jannatda bo'lar ekan. Qiyomat qoyim bo'lganda tog'lar osmonda bulutda uchib yurgan bo'lsa-da, bu tog' inshaalloh jannatda siz bizni tog'imiz bo'lib ro'paramizdan chiqar ekan, Xudo xolasa. O'sha biz erkaklar doim janozalarda ishtirok etamiz. Alhamdulillah, shu janozalarda domlalar bir qirot deb qo'yadi. Bir qirot o'sha bir Uhud tog'icha savob deganini bizga domlalarimiz doim janozalarda, dafnlarda ishtirok etsak, duoda qilishadi. Mana shu 8 kilometrlik hajmdagi, haybatidagi savobga ega bo'lamiz ekanda. Shuning uchun janoza ibodatlariga ham, janozaga chaqirilganda ishtirok etishlikni savobi ulug'ligi, mana shunday katta tog'dek savobga ega bo'lishligimizni his qilib borsak, inshaalloh shunday ajrlarga ega bo'lamiz. Mana shu birinchi o'rab qo'yilgan qabrda birinchisi Amir Hamzaniki. Payg'ambar alayhisolamning suyukli amaklari Hamza roziyallohu anhu shu yerdalar. Bular mana shu Uhud jangida bo'lgan joyda mana shu yerga dafn qilingan. Endi bu yerda 70 ta shahid mana shu yerga hammasi dafn qilingan. Asli dafn holati mana shu maydonda bo'lgan. Shu 500-600 yilning o'rtasida qattiq yomg'ir, sel yoqqanda bu qabrlarda hammasi ochilib ketib qolgan ekan. Ochilib ketib qolganda haligi shahidlarning qonlari hali ham oqib turgan ekan. Birontasi chirimagan, hammasining vujudidagi qonlari tomib turgan ekan. Ularda keyin ahli ilmlar, ulamolar, bu hukumat anaqasi hammasini alohida joy qilib mana shu yerga keyin 70 ta shahidlarni qaytadan dafn qilingan. Asli joyi mana shu yer bo'lgan ekan. Bu yerga qo'yilgan bo'lgan. Jang maydonining o'zida dafn qilingan. Va bu yerda hozir o'sha 70 ta buyuk sahobalar, Alloh ulardan rozi bo'lgan sahobalar mana shu yerda shahid bo'lib yotishibdi.